Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz 20-aprel sanasida yana bitta terim qildik. 20-aprelda Qulupnay mana shunday ochiq dala maydonimizdan yana bitta chiroyli terim bo'ldi. Bugun 20-aprel. Bir kun tashab terim qilyapmiz. Bizda 180 kilo chiqdi bugun. Narxi hozirgi narx-navosi 30 ming so'm bo'lyapti. 30 ming so'm Surxondaryo Denov tumanida. Bu hech qanday reklama emas, Qulupnay sotish maqsadida reklama emas. Bu albatta Qulupnaylar sotilgan klientlarimiz bor. Bu sotish maqsadida reklama qilinmayapti. Shunchaki boshqalarga ham o'rgatish, maqsad o'rgatish. Mana shunday 10 sotiq, 5 sotiq, 2 sotiq yo bo'lmasam bundan ko'proq maydonlaringiz bo'lsa, masalan, boshqa ekin turidan yaxshi foyda qila olmayapsizmi? Demak, Qulupnaydan chiroyli daromad qilasiz. Mana shunday bir oy, bu sezonniy nav hisoblanadi. Bir oy terim qilinadi. Shu bir oy orasida bir kun 15 ta 14 ta terim bo'ladi. 15-14 ta terimda har bir terimingizda mana shunday Qulupnaylar chiqadi. 10 sotiq maydondan 200 kilo, 250 kilo, 180 kilo, 150 kilo terim bo'ladi. 30 ming so'm sotgan vaqtingizda ham hozir shu yerda 5 million pul turibdi. 5 million summa turibdi mana shu kirvatimizda. Maqsad buni reklama qilish emas, maqsad boshqalarga ham ulashish, boshqalarga ham o'rgatish. Mana shunday yirik Qulupnaylar, mana shuni hammasi yirik. Mana shu yerda 180 kilo yirik va qolgani mayda Qulupnay. Mana shuna 5 kilo mayda, 180 kiloga 5 kilo mayda chiqyapti. Maqsad aziz do'stlar, sizlarga ham ulashish, o'rgatish. Men 100% o'rgataman. Mana shunday ochiq dalada, issiqxonada ekishlarni 100% o'rgataman va xohlaganlarga ko'chatlarni ham yetkazib beraman. Sifatli, juda sifatli ko'chatlardan mana shu yerdan bemalol yetkazib beraman. O'rgataman. Ko'chat mendan olganda o'rgatish bepul, ili boshqadan olib o'zingiz qilsangiz ham maslahat tekin. Bizlarda 100% tekin. Ko'chat olmasangiz ham maslahatlar tekin. 100%. Bizani kuzatishda davom etinglar. Mana shunday ochiq dala, issiqxonalarda Qulupnay yetishtirishlarni hammasini obzorini qilib boraman. Mana Qulupnaylarimiz. Mana shuncha mehnatga bir like bosib, komment yozib, obuna bo'lishlaringizni unutmanglar.